Qizlar, tuzumsizlar. Bugun shu kitobni boshladim, lekin buni tugatmasdan bilmadim. Ishoninglar, boshlaganimdan beri почти ishlarim ham qolib ketyapti. Chunki ichida yashayapman hisob. Haqiqatdan ham aytganicha bor ekan. Yig'lab o'qiyapman. Eng yomon ta'sir qilgani bu Fotimaning o'limi bo'ldi. Yusufga shunchalik rahmim keldi. Prям yonida turgandek his qilyapman-da, shu kitobni ichiga kirib ketibman. Ishlarim ham даже qolib ketdi. Agar o'qib ko'rmagan bo'lsanglar, tavsiya qilaman. O'qishga arziydigan kitob ekan. Shunaqa prям yig'lab o'qiyapmanki, hozir endi bilmadim kitob oxirida nimaga yetaman, lekin hozir juda ham Nurdan jahlim chiqyapti. Ya'ni shu qizchaning onasidan juda jahlim chiqyapti. Bilmadim, bunaqa erkaklar borligiga men hayratdaman. Endi bilmadim. Bu faqat kitobda bormi, hayotda yashaganmi bu odam bilmayman. Ishoninglar, prям. Voy, tavsiya qilaman qizlar.